So'nggi yillarda yurtimizda yoqilg'i energetika resurslaridan samarali foydalanish, ularni talon-toroj qilish, holatlarni oldini olish, sohaga investitsiyalarni jalb qilish orqali bozor mexanizmlarini joriy etish borasida tizimli ishlar amalga oshirildi. Bugungi kunda Toshkent viloyatida elektr iste'moli bo'yicha 791.704 ta abonentlar mavjud bo'lib, ularning 34.689 tasi yuridik shaxslar va 757.015 tasi aholi xonadonlari hissasiga to'g'ri keladi. Iste'molchilarga 83 ta podstansiya, 7567 ta transformator punktlari xizmat qilmoqda. Shuningdek, viloyatda 24455 u %98 kilometr uzunlikdagi elektr uzatish tarmoqlari mavjud. O'rtacha kunlik elektr iste'moli 32 million kilovat-soat bo'lib, oyiga 960 million kilovat-soat, yiliga 11,5 milliard kilovat-soatni tashkil etadi. Shuningdek, viloyatda 12428 kilometr gaz quvurlari mavjud bo'lib, 678 mingdan ortiq abonentlarga 6821 ta gaz taqsimlash punkti xizmat ko'rsatmoqda. Toshkent viloyatining 17 ta tumanida yillik yakuniga 48 ta obyektning barchasida qurilish-montaj ishlari to'liq olib borilib, 28,4 kilometr, ya'ni 100% ga bajarildi. Shuningdek, 3,4 kilometr rekonstruksiya ishlari to'liq amalga oshirildi. Bundan tashqari, 10 ta tumanda 40 kilometr yangi gaz quvurlari qurilib, foydalanishga topshirildi. 6930 kilometr havo va kabel tarmoqlari va 2126 ta transformator punktlari joriy ta'mirlash amalga oshirildi. Bu bilan biz to'xtab qolganimiz yo'q. Ya'ni turli xil dasturlar doirasida 2025-yil davomida 1000 kilometr tarmoq va 148 ta transformator punktlari yangidan qurildi. 148 ta transformatorimizni bor yo'q 21 tasi quvvatni kattalashtirildi. Qolgan transformatorlarimiz hammasi yangidan o'rnatildi. Shu bilan bir qatorda 14800 ta beton tayanchlar o'rnatildi. Asosiy tarmoqlarimiz SIP tarmoqlariga almashtirilayotgani, ya'ni bu yerda o'z-o'zidan tabiiy yo'qolish kamayadi va iste'molchilarga sifatli elektr energiyasi yetkazib beriladi. Resurslarni ishlab chiqarishdan boshlab iste'molchiga yetkazib berilguniga qadar bo'lgan jarayonlarni nazorat qilish, zamonaviy axborot kommunikatsiya vositalarini to'liq tatbiq etish, ishlab chiqaruvchi, yetkazib beruvchi korxonalar va nazorat idoralari o'rtasida tizimli axborot almashinuvini yo'lga qo'yish, sohadagi huquqbuzarliklarni oldini olish, yoqilg'i energiya resurslaridan foydalanish ustidan davlat nazoratining yangi mexanizmlarni joriy etish, sohada raqamlashtirishni yanada keng qo'llash maqsadida 2023-yilning 24-may sanasida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining yoqilg'i energetika sohasida davlat nazorati mexanizmlarini takomillashtirish va raqamli energonazorat tizimini joriy etish to'g'risidagi farmoni qabul qilinib, prokuratura organlari tomonidan sohada doimiy nazorat o'rnatildi. Viloyat prokuraturasi tomonidan ta'minotchi korxonalar bilan birgalikda elektr va gaz yo'qotishlari og'ir bo'lgan hududlar tanlab olinib, yo'qotishlarning kelib chiqish sabablari mutaxassislar bilan birgalikda chuqur o'rganib chiqilib, barcha chora-tadbirlar belgilab olinib, aholini elektr va gaz bo'yicha yo'qotishlarni qisqartirish asosiy maqsad qilib olingan. Toshkent viloyati bo'ylab 2025-yil davomida tabiiy gazdan debitor qarzdorlik bo'yicha 83,4 milliard so'm ixtiyoriy undirilgan bo'lsa, 166,1 milliard so'mlik qarzdorlikni undirish bo'yicha sudlarga 3356 ta arizalar kiritildi. Shuningdek, elektr energiyasidan 70,8 milliard so'mlik debitor qarzdorlik ixtiyoriy undirilib, sudlarga 377,5 milliard so'mlik qarzdorlikni undirish bo'yicha 3356 ta arizalar kiritildi. Vazirlar Mahkamasining 2025-yilda energiya tejovchi texnologiyalarni joriy etishni jadallashtirish to'g'risidagi qaroriga asosan Toshkent viloyatida 303,7 million kilovat-soat elektr energiyasi, 206,6 million metr kub tabiiy gaz iqtisod qilish rejalashtirilgan. O'tgan yilda prokuratura organlari nazorati ostida elektr energiyasini iqtisod qilish uchun 80,3 megawatt quyosh panellari, 218,3 ming litr geliokollektorlar, 777 ta transformator punktlari, 26.156,1 kilometr elektr tarmoqlari modernizatsiya qilindi va mukammal ta'mirlandi. 455 ta reaktiv kompensator batareyalari o'rnatildi. 15.985 ta boshqa tashkiliy texnik tadbirlar bajarildi. Natijada 354,6 million kilovat-soat elektr energiyasi iqtisod qilinib, reja 110
16% ga bajarildi. Shuningdek, o'tkazilgan xatlovlar davomida 172,2 ming kilovatt-soat elektr energiyasini iqtisod qilishning qo'shimcha manbalari aniqlandi. Tabiiy gazni iqtisod qilish bo'yicha 39 mingta xonadon 2 bosqichli tizimga o'tkazildi. 6821 ta gaz taqsimlash punktlari, 31,4 kilometr gaz tarmog'i modernizatsiya qilindi va mukammal ta'mirlandi. 38 mingta nostandart gaz jihozlari energiya tejamkoriga almashtirildi. 20.733 ta boshqa tashkiliy, texnik tadbirlar amalga oshirildi. Ishchi guruhlar tomonidan o'tkazilgan xatlovlar davomida 81,5 ming metr kub tabiiy gazni iqtisod qilishning qo'shimcha manbalari aniqlandi. GTNlarni demontaj qilib, hududlarda ikki boshli tizimga o'tkazish, buning oqibatida o'sha texnologik yo'qotishlarni oldini olish, undan tashqari o'sha 630 kilometr gaz quvurlarimiz estetik jihatdan ta'mirlanib, bo'yoqlash ishlari olib borildi. 3000 kilometrdan oshiq yer osti gaz quvurlarimiz zichlikka sinaldi hamda maxsus pribor orqali tekshirildi. Undan tashqari Toshkent viloyati hududida 149 ta yangi gaz taqsimlash nuqtalari o'rnatildi. So'nggi 2-3 yil mobaynida yoqilg'i energetika sohasida prokuror nazorati o'rnatilishi, sohaning tartibga solinishi, debitor qarzdorlikning qisqarishi, tabiiy yo'qotishlarning kamayishi va aniq mexanizmlarning ishga tushirilishi natijasida elektr va gaz tarmoqlaridagi uzilishlar kamaydi. Tabiiy gaz bosimi pasayib ketgan hududlar o'rganilib, aholiga bir maromda tabiiy gaz va elektr energiyasini yetkazib berish choralari ko'rildi. Bu bilan aholi xonadonlari va yuridik shaxslarning energiyaga bo'lgan ehtiyoji barqaror ta'minlanib, energetika sohasiga bo'lgan ishonchi ortdi. Shu bilan bir qatorda ularning roziligi ta'minlandi. Biz o'rtacha chig'imizda 28.800 ta xonadon bor. Bir me'yorda gaz berish bo'yicha ikki bosqichli tizimga o'tkazganmiz. Mashal mahallasi bir necha yillardan beri qishki mavsumda bir me'yorda yetkazib berish imkoniyati bo'lmagan, pasayib ketgan gaz ta'minoti. Biz 3,5 kilometr diametri 159 bo'lgan gaz quvuri rekonstruksiya qildik. Aholiga bir me'yorda gaz yetkazib berildi. Hozirgi kunda 1200 ta xonadonda gaz ta'minoti bir me'yorda ta'mirlandi. 74-yillar gaz tortilgan edi bizga. Shu gaz tortilgandan 1 yil, 2 yil yaxshi bo'ldi-da gaz. Bir 10 yil, 15 yil mobaynida umuman biz gazni ko'rmadik desak ham bo'ladi. Qish paytida. Yozda lekin bo'lar edi. Qish paytida bo'lmas edi. Endi ana shuni o'tin yoqish, ko'mir yoqish, shu sarsangarchilikni 3 oyda o'tkazardi. Mana gaz tortildi 5,5 kilometr. Endi xudo xolasa hozir yaxshiga. Zo'r. Endi bundan ortig'i bo'lmasa kerak. Uyimdagilarni ham kontrol qilib turaman. Neto'shda ko'chadagilarni. Bekardan bekarga yoqib qo'ymanglar. Isrof qilmanglar. Ortiqchasini bekitib qo'yinglar. Kranni yopib deb o'zim qarab turaman. 2025-2026 yilgi kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ko'rish va betalofat o'tkazish maqsadida hududiy filialning markaziy omborida hamda tuman shaharlar elektr tarmoqlari omborlarida ta'mirlash va boshqa ishlar uchun materiallar zaxira qilingan. Shuningdek, Toshkent viloyati bo'yicha 136 nafar injener, 485 nafar elektromontor xodimlardan iborat 98 ta ta'mirlash brigadalari tashkil etildi. 22 ta tuman shaharda va o'zimizni viloyat omborimizda jami 178 ta turli tipdagi transformatorlar, 88 tonna transformator moyi, 9 tonna sim, 65 kilometr kabel, 24,050 ta turli xil turdagi avtomat, rubinlik saqlagichlar bilan zaxira yaratganmiz. 120 tadan oshiq beton ustunlar mavjud zaxirada. Undan maqsad shu aholini uzluksiz elektr energiya bilan ta'minlash, avariya bo'lganda tezkor bartaraf etish. Kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik doirasida Hudud Gaz Toshkent gaz ta'minoti filial tomonidan qator ishlar amalga oshirilib, xususan suyultirilgan gaz ta'minoti bo'yicha 2025 yilning oktyabr va 2026 yilning mart oylari davomida 2700 tonna suyultirilgan gazni oylik belgilangan jadval asosida yetkazib berish rejalashtirilgan. Bugungi kunda Toshkent viloyati bo'yicha suyultirilgan gaz iste'molchilari 40 mingdan ortiq tashkil qiladi. 2025 yil davomida suyultirilgan gaz ta'minlanuvchi iste'molchilarga 5531 tonna suyultirilgan gaz hajmlari yetkazib berildi. Iste'molchilarga maishiy gaz ballonlari manzilga yetkazib berish hamda korrupsion holatlarni oldini olish maqsadida biometrik tasdiqlash, ya'ni Face ID orqali iste'molchilarga suyultirilgan gaz hajmlari yetkazib berilmoqda.
iste'molchilarni sultran gaz bilan ta'minlash maqsadida Toshkent viloyatidagi mavjud gaz to'ldirish shoxobchalari orqali yong'in va texnika xavfsizligi qoidalariga rioya qilgan holda maxsus avtotransportlar orqali tog'li, olis, borish qiyin bo'lgan hududlarga sultran gaz hajmlari maishiy gaz ballonlarida Face ID orqali naqd pullarsiz yetkazib berilish yo'lga qo'yilgan. Iste'molchilarga suyultirilgan gazni uzluksiz yong'in texnika xavfsizligini ta'minlagan holda yetkazib berish maqsadida puxta tayyorgarlik ishlari amalga oshirilib, gaz ta'minoti tizimidagi barcha texnologik jarayonlar to'liq nazoratga olingan. Shuningdek, gaz to'ldirish shoxobchalari orqali maishiy gaz ballonlar 18 ta Isuzu, 4 ta Gazel, bitta yo'l tanlanmas avtotransport vositalari orqali 35-40 kun oralig'ida aholi xonadonlariga yetkazib beriladi. Yoqilg'i energetika sohasida prokuror nazoratini joriy etilishi natijasida Toshkent viloyati hududida bir qator ijobiy ishlar amalga oshirildi. Energetika tizimi viloyat hududida barqaror ishlashiga erishildi. Aholini yoqilg'i energetika sohasidagi noroziliklari qisqarishiga olib keldi. Gaz va elektr ta'minotchi korxonalari xodimlarini aholi bilan munosabatlari ham doimiy nazoratga olindi. Bunda asosan suiiste'molchilikka yo'l qo'ygan xodimlarga nisbatan tegishli choralar ko'rilib, doimiy o'rganish va reyd tadbirlari amalga oshirildi. Viloyat prokuraturasi organlari tomonidan yoqilg'i energetika sohasida qonunchilik ijrosidan nazorat doimiy ravishda amalga oshirib boriladi. Aytish joizki, yoqilg'i energetika sohasida davlat nazoratining samarali o'rnatilishi, jumladan prokuror nazoratini tashkil etilishi, tarmoqning barqarorlashuvi, tizimning taraqqiyoti hamda energetika sohasiga kirib kelayotgan investitsiyalarning oshishi yo'lida muhim qadam bo'ldi. So'nggi 5 yilda 6000 megavatli quyosh, shamol, gidroelektr stansiyalar ishga tushirilib, umumiy generatsiyada qayta tiklanuvchi energiya manbalarining ulushi 30% ga yetkazildi. Bundan tashqari, o'tgan yilda 3,5 megavatli 4 milliard 200 million dollarlik yangi yashil quvvatlar qurilishiga start berildi. Bu bilan joriy yilda 7 milliard kub metr tabiiy gaz tejalishiga erishiladi. Yoqilg'i energetika sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar iqtisodiy barqarorlik, turmush obodligi, aholi farovonligiga xizmat qilishi bilan ahamiyatlidir.